Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan va tadrijiy holda irqiy qirg'inchilik jinoyatiga aylangan qabih siyosati izchil davomlashmoqda. Gerçi Xitoy yaqindan beri rayonda xalqning namratlikdan qutulib, baxtli yashayotganligiga doir ko'plagan tashviqotlarni elib berib, ba'zi kishilarning engida xato tuyg'u berayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoyning yangi usullar bilan xalqni bostirayotganligi ma'lum. Amerika taratqullarining 21 dekabrdagi bir xabarda oshkorlashicha, Uyg'ur avtonom rayonlik partikom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Shu Gushyan Beijingda Amerika muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda, Uyg'ur rayonidagi zarba berish harakatining qilcha bo'shashtirilmaydiganligi, hukumatning yanala asabiylikni tub yildizdan quritishni muhim o'ringa qo'ydiganligi haqida uchur bergan. U yana Amerikaning Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tizimidan chiqarayotganligini, ularning terrorlik qilishiga ilhom berganlik deb qarab mundaq degan. 4 yildan beri Uyg'ur rayonida terrorlikning yuz bermaganligi, bu tahdid va xatarning butunlay tugaganligidan derak bermaydi. Bu Xitoy amaldori yana Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligini rad qilib, 2014-yildan buyon tarbiyalash programmasiga asosan 117 ming kishining Xitoyning boshqa joylariga ishlashga avatilganligini aytgan. Amerika Kommunizm Qurbonlari fondining tadqiqotchisi Adriansiz yaqinda e'lon qilgan dokladida 100 minglagan Uyg'urning paxta etizlarida majburiy emgakka selinayotganligini oshkorlagan. Amerika tamojna idorasi mo majburiy emgakka chetishlik bir qism mahsulotlarga cheklama qo'ygan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 21 dekabr o'zining tor betida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning kishilik huquq tafsandachiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga viza bermaslik qo'shimcha cheklamasini e'lon qildi. Bayonotnomada Mike Pompeo Amerikaning ko'chmanlar va davlat tavalligi qonunining munosabatlik moddalariga asosan umuman kishilik huquqni tafsanda qilish jinoyati o'tkazgan, uningga sherik bo'lgan, siyosat belgilagan va ijro qilgan Xitoy amaldorlari va ularning oila taobatlariga viza bermaslik cheklamasi qo'yganligini e'lon qilgan. Pompeo bayonotida Amerikaning Shu Jiyonga o'xshash advokatlar, Wang Yiga o'xshash oila cherkov faoliyatchilari, Huachiga o'xshash puhra jamiyati faoliyatchilari, Ilhom To'xto'ga o'xshash Uyg'ur ziyolilari, Li Jiyonga o'xshash demokratiyani tashabbus qiladigan faoliyatchilar va Tashi Wangchong qatorliq tibbiyotshunaslarni o'z ichiga olgan tinch yo'l orqali huquqlarini talab qilgan kishilarning yanida turadiganligini ta'kidladi. Pompeo oxirida Beijing doiralarini yuqorida tilga ilingan kishilarni darhol qo'yib berishga va dunyo kishilik huquq xitobnomasida xalq bahramon bo'lishga tegishli kishilik huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilishiga chaqirdi. Amerika Savdo ministrligi harbiy bog'lanishi sababidan Amerikaning mahsulotlari va texnikasini sotib olishdan cheklangan bir qism Xitoy va Rossiya shirkatlarining tizimligini e'lon qildi. Ministerlik e'lon qilgan bayonotda harbiy oxirgi ishlatuvchi tizimligi deb atalgan tizimlikda jami 103 shirkat bor bo'lib, buning 58 Xitoy, 45 Rossiya shirkati ekan. Bu tizimlikdagi shirkatlarning harbiy aloqasining bekitilganligi ta'kidlangan bayonotda eksport qiluvchilarning bu shirkatlarga ba'zi mahsulotlarni sotish uchun eksport qilish ijozatnomasi olishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross bu tizimlikning eksport qiluvchilarning xaridorlarning harbiy aloqasini ko'rishiga yordam qiladiganligini aytdi. Angliyalik mutaxassislar dastlabki tekshirishga asoslanganda kuchlangan Xitoy virusining bolalarga oson yuqadiganligini ogohlantirdi. Angliya hukumatining yangi va yangidan gullanayotgan nafas yo'li virusi tahdidi maslahat berish guruhining bildirishicha, bu xil yangi virus Angliyaning janubida keng tarqalgan bo'lib, butkul davlat miqyosiga yeyilishi mumkin ekan. Mazkur guruhining raisi Oxford universitetining professori Peter Horbe, biz hozir bu turning Angliyada bayqalgan boshqa jonliqlarga qaraganda tarqalish afzalligiga ega ekanligiga ishonamiz degan. Tadqiqotchilarning qarashicha, virusning bu yangi holining yuqumlantirish ta'siri koronavirusga qaraganda 70% yuqori ekan. Amerikada 900 milliard dollarlik Xitoy virusi yordam plani to'g'risida kelishim hosil qilindi. Bu yordam loyihasi orqali yuqumning salbiy ta'siriga uchragan korxona va fuqarolarga iqtisodiy jihatdan yordam berish maqsad qilingan. Amerika Kengash palatasi 900 milliard dollarlik koronavirusi yordam plani bilan 1 trillion 400 milliard dollarlik doimli hukumat mablag'i va korxonalardan boj kechirim qilish loyihasini ma'qulladi.
Ilgari Avam palatasi tarafidan ma'qullangan bu loyiha hozir Amerika prezidenti Donald Trumpga imzo uchun topshirilgan. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti bo'lib saylangan Joe Biden naq maydonda Pfizer va BioNTech shirkatlari tadqiq qilib yasab chiqqan yangi tipdagi Xitoy virusi vaksinasini emlatgan.